Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Mana biz yetib keldik. Tushunmadim, qayerga keldik? Men senga Minecraftdagi eng yaxshi uylardan birini ko'rsat dedim. Mana eng yaxshi uylardan biri-ku. Qanaqasiga bu uy beradi? Bu shunchaki loydan yasalgan demoqchi edim. Yo'q do'yim. Mana men nima degandim? Usti yaltiroq, ichi qaltiroq, qaltirab yaltiraydi. Ha mayli, bu gaplaringni qo'y. Sivit bilan Groxni qayerda ko'rdim degan eding? Ular mana shu uyda bo'lishlari kerak. Mana mening uyimga qanday kirdingiz? Hoy, o'zingizni bosing. Men shunchaki do'stlarimni qidirib yuribman. Hoy, unday qilmang. Wow, tushunmadim. Sen bu yerda nima qilyapsan? Iltimos, meni bu yerdan chiqarib oling. Men boshqa bu xonada qolishni xohlamayman. Meni bu xonadan chiqmasligimni aytishgan edi. Aha, tushunarli. Demak, Grox ikkinchi xonada bo'lsa kerak. Tushunmadim. Men hozirgina shu yerdan kirdim-ku. Buni qanday qilding? Agar butun Minecraftda seni uyingdan boshqa bahaybat uy bo'lmasa, o'zingni yolg'iz his qilasan. Shuning uchun men xonalarni shunday qurganki bor, bu yerga kirgan odam hech qachon chiqib bilmaydi. Ko'p gapirma. Men bu yerdan barcha do'stlarimni olib chiqib ketaman. Mayli, urinib ko'rishing mumkin, agar eplab bilsang. Oy, shoshma. Men hali gapimni oxirigacha tugatganim yo'q. La'nat yey. Tushunmadim. U buni qanday qilyapti? Mayli, men zudlik bilan chiqadigan yo'lni topib, bu yerdan chiqib olishim kerak. Butunlay yuragimga to'kildilaring hammang kirib chiqib. Haligi ming bor uzr. Men ham tushunmayapman bu uylar qanday qurilganligini. La'nati, ko'rmayapsanmi? Men stream qilayotgan edim. Sen hozirgina streamni beliga chichib qo'yding. Meni haligi bilasanmi nima oshda? Sen ko'p gapirmaganda bu xonadan yo'qolib chiqib ket. Mayli, streaming boshingdan qolsin. Sen o'z vaqtida kelding-ku. Ana kela qol bolam, bizning guruhimizga qo'shil. Men haligi o'z do'stlarimni qidirib yurgan edim. Mayli, unday bo'lsa do'stlaring uchun 50 gram qadoq ko'taramiz. Bilasizlarmi nima? Men haligi ichishga qarshiman. Menga qara, hoy bola. Menga ortiqcha muammo kerak emas. Men shunchaki bu xonadan yo'q xudoyim. Jin ursin, bu yerda nimalar bo'lgan o'zi? Sen bularni ko'rganingdan so'ng men seni tirik qo'ymasligim kerak. Yo'qolay bu yerdan sassiqchol. Hoy, seni esing do'ydami? Men sal qoldi do'yladan chiqib ketandim. Uzr, men unday qilmoqchi emas edim. Agar men bu do'yladan yana bilqu qolsam, menga Mr. Miss $1 million beradi. Men shunchaki do'stim Sibitni qidirib yurgan edim. Sibit ham bloger, u qayergadir g'oyib bo'ldi. Men ularni bloger deb hisoblamayman, tushundingmi? Tushunmadim, hozir nima deding ming'irlab? Shunchaki seni do'sting bo'lsin deyapman. La'nati, nima qilding hozir? Sen doiradan chiqding. Mana endi uyingni tark etishingga to'g'ri keladi. Yo'q, men unday qilmadim. Hammasiga mana shu aybdor Mr. Beast. U senga ham obuna bo'lmagan. Grox, ishongim kelmayapti. Men seni topdim. La'nati, biz tanishmamiz? Yo'q, men shunchaki Sibit va seni qutqarishga keldim. Yo'q, meni yashash sharoitim hozircha yaxshi. Agar ishonmasang, men senga isbotlab beraman. Hoy, qani menga limonad olib keling. Men tayyorman, rahmat. La'nati, sen menga nimani olib kelding, ahmoq? Yo'q, tavba, Grox bilan hazillashib bo'lmas ekan. Xo'sh, yana kim menga limonad olib chiqmoqchi? La'nati, ularni barchasini o'ldirgan edim-ku. La'nati, biz zudlik bilan bu yerdan chiqib olishimiz kerak, tushunyapsanmi? Men ham shuni aytyapman senga. Men tayyorman. Unday bo'lsa men chiqish yo'lini qidirib ko'raman. Ikki eshik o'rtasi teshik xonaga xush kelibsiz. Eshiklardan biri sizlarni ozodlikka olib chiqadi, ikkinchisi esa o'limga olib boradi. Birini tanlashingiz kerak. Unday bo'lsa, mana buni tanlayman. Ajoyib tanlov janob. Qani marhamat. Menga qara, mana bu tasqarani yuziga tupurgan holda keyingi eshikdan kirib boramiz. Bu qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Biz uchun Groxning gap qonun. Yangi yilingiz bilan janoblar. Sizlarning ko'rinishingiz yangi yil maxluqlariga o'xshaydi. Mayli, nima ham derdik, davom etavering. Biz esa yo'lda davom etamiz. Shoshmaysizlar, choy puli berishni unutdingiz. Tushunmadim, qanaqa choy puli? Bizda hattoki pul yo'q. Grox, senda pul bormi? Menda pul yo'q, lekin sizlarga ajoyib maslahat berishim mumkin. Birinchi maslahatim, senlarning ko'rinishing eshakdan ham battar. Mana bu o'rtaga turganda men onasini taniyman. Seni onang cho'chqaday semirib ketgan. Agar bo'lar bo'lmasga choy puli oladigan bo'lsalaring, cho'chqadan battar bo'lasanlar. Yana oshirib yubordingmi deyman-da, mayli. Xo'sh, bu qanday xona bo'ldi? Bu shamchiroqmi? Buyuring janob, 3 ta tilagingizni bajo keltiraman. Faqat eng kerakli bo'lgan tilaklarni aytinglar, men barchasini bajo keltiraman. Menga toshbaqa kerak. Mana janob. Jin ursin, Grox, sen bitta tilakni toshbaqa uchun yo'qotdingmi? Jin ursin, la'nati, mana shu tomonni o'ylamagan ekanman. Ikkinchi tilak ham bajarildi janob. Jin ursin, Grox, sen gapirib tilaklarni bajo keltiryapsan. Shoshma, oxirgi tilakni men aytaman. Janob, sizlarning 10 soniya vaqtingiz qoldi. Mayli, unday bo'lsa men o'z do'stim Sibitni topmoqchiman. 3-chi tilak ham bajarildi. Tushunmadim, bu itvachcha bizga qanday yordam beradi?
Jin ursin, la'nati bizni aldadimi nima balo? Bu itvachcha nima qilyapti? Biz bu xonaga kirishimiz kerakmi? U menimcha mana shuni aytyapti. Xo'sh, bu xonalardan qay biri Sivitning oldiga olib boradi? Menimcha itvachcha Sivitning hidini olganga o'xshaydi. Menimcha biz mana shu xonaga kirishimiz kerak. Xo'sh, mana endi qaysi xonaga kirishimiz? Tavba. Itvachcha, axir biz bu yerdan o'ta olmaymiz. U qanday qilib o'tib oldi narigi tomonga? Agar men narigi tomonga qarab sakrasam, o'ta olarmikinman? Esing yeb qo'ydingmi? Biz shunchaki boshqa xonalardan yo'l izlashimiz kerak. Xonimlar va janoblar, va nihoyat ikkinchi raqibimiz ham yetib keldi. Jin ursin, Grok zudlik bilan bu yerdan oyoqni qo'lga olib qochish kerak. Xavotir olma, buni o'zimga qo'yib ber. Xo'sh, sizlar jangga tayyormisizlar? Bo'lmasam boshladik. La'nati, men senga aytmaganmidim g'olib bo'lamiz deb. Bu qo'lingdagi qurolmi? Xo'sh, senga ham muammo kerakmi? Men shunchaki Grok g'olib bo'ldi demoqchi edim. La'nati, shuni oldinroq aytish kerak edi. Qani, qornoriq yaqinroq kel. Xonimlar va janoblar, kutib oling. Jon Sinaning raqibi mana bu qornoriq bloger. Tushunmadim, meni qornoriq deyaptimi? Tushunmadim, nima edi bu? La'nati, men hattoki uni ko'rmayapman. Grok qochdik bu yerdan. Bunisi yana nima bo'ldi? Men dushmanlarni yo'q qilib kelguncha sizlar bombani yo'q qilishingiz kerak. Tushunmadim, bombani yo'q qilish kerak dedimi? Grok, sen buni tushunasanmi? La'nati, men qayerdan bilaman? Jin ursin, endi nima qilamiz? Bu yerdan ipni uzamiz. Ha, shunday qilamiz. Do'stlar, bu yoqqa keling. Men hammasini ushladim. Sizlar bombani nima qildingiz? Bombadan xavotir olma. Yaxshi. Unday bo'lsa, mana bular sizga rahmat aytmoqchi ekan. Sizlar bizning qahramonimizsiz. Sizlarga rahmat aytib qo'ymoqchimiz. Arzugulik ish bo'lmadi. Grox bu yerdan qochish kerak. Grox, tezroq bo'l, hozir bular asfaloy sofilinga uchadi. Jin ursin. Biz tezroq bu yerdan chiqish yo'lini topishimiz kerak. Menga qara, senda hali ham shamchiroq bormi? Ha, bor. Qani uni menga ber. Uni endi bizga foydasi yo'q, chunki tilaklarni ishlatib bo'lganmiz. Meni eshityapsanmi? Jinmisan, jinnimisan? Qani bu yoqqa chiq. Bo'lmasa men seni vulqonga yondiraman. Hoy, o'zingni bos. Agar menga shamchiroqni beradigan bo'lsang, seni yana bir tilagingni bajo keltiraman. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, tilagingni. Men tezroq bu yerdan chiqib olishim kerak. Amringiz bosh ustiga. Endi nima bo'ladi? Bu yerda eshik paydo bo'ldi. Bunga qarab, bu yerda hozirgina eshik yo'q edi. Menimcha bu chiqish yo'li. Bu chiqish yo'li ekan. Ko'zlaringni ishonmayman. Va nihoyat sen Groxni topdingmi? Men ham chiqish yo'lini topdim, lekin bu yerdan qimirlamadim, chunki yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bu yerda hamma yig'ilgan ekan, qani ketdik. Yo'q, shoshma, hali hamma yig'ilgani yo'q. Men Groxni topdim, lekin do'stim Sivitni topganim yo'q. Qani olg'a, la'nati, va nihoyat men ozodman. Jin ursin. Qara bo'la qol. Men Sivit do'stimni topmagunimcha bu yerdan chiqmayman. Yo'qolay. Jin ursin, Grox meni tashlab ketdi. Xush kelibsiz. Ikki eshik o'rtasi teshik degan xonaga. Menga qara, eshiklardan birini tanlaganingdan so'ng o'sha eshikning ichkarisiga kirasan, tushundingmi? Mayli, menimcha men mana bu eshikni tanlayman. Sen ajoyib tanlov qilding. Qani kir ichkariga la'nati. Menimcha ikkala eshik ham mana shunday ko'rinishda bo'lsa kerak. Unday emas, hozir men senga ko'rsataman. Sen rost gapirgan ekansan. Ochib berganing uchun rahmat, yo'qolay. Xo'sh, bu qanday xona bo'ldi? Televizormi? Mojo hayotning yorqin tarafida bo'ling. Hozir ulardan 3tasini men sizlarga ko'rsatib o'taman. 3-raqam Sivit. Unga obuna bo'lmasangiz ham bo'laveradi. Esing joyidami? Obuna bo'lishni unutmang. Agar sizlar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Anilan dublyaj o'ziga ham obuna bo'lib qo'ying. Qiziq, 3-o'rinda Sivit ekan, 2 va 1-o'rinlarda kim ekan? La'nati, axir bu itvachcha-ku. Menga qara, axir sen Sivitning qayerda ekanligini bilasan-ku. Qani izlab top. Qani itvachcha, sen yo'l boshlovchisan, yo'l boshla. Senga ishonaman itvachcha, chunki sen xato qilmaysan. La'nati, bu xonada nima bo'lgan o'zi? Nima buncha bu yerda suv ko'p? Gulxan yonyapti. Xonaning ichida qor nima qiladi? Xo'sh, itvachcha, keyingi eshik mana shu edimi? Tavba, bu yerda nima balo bo'lgan? Kim bo'lsa ham unga gul keltirib bergan ekan. Mayli, yo'lda davom etamiz. Agar bu xonadan chiqadigan bo'lsang, kimdir qurbon bo'lishga to'g'ri keladi. La'nati, bu yerda sog' odamning o'zi yo'q-ku. U hozir nima dedi? Kimdir qurbon bo'lish kerak dedimi? Mayli, e'tibor bermaymiz. Itvachcha, men mana bu eshikni tanlayman. Tushunmadim. Men aylanib keldimmi? Bo'lmasam qaysi eshikdan kirsam ekan? Bo'lmasam mana bundan kiraman. Itvachcha, menimcha bizda katta muammo bor. Itvachcha, biz eshiklardan birini tanlashimiz kerak. Men hech kimni qurbon qilmoqchi emasman. O'zi qurbon bo'lish uchun bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q-ku. Qayerga ketyapsan? Men mana shu xonaga kirishim kerakmi? Bilasanmi itvachcha, men bu eshikka kirib chiqdim. Biz boshqa narsa o'ylab topishimiz kerak. Agar qurbonlikning o'rniga la'nati, u o'zini qurbon qildimi? Men seni unutmayman itvachcha. Jin ursin, men la'nat Sivitni topishim kerak. La'nati, Sivit, men seni muxlisingman. Men seni bu yerdan olib chiqish uchun keldim. Tushunmadim, nega sen menga o'xshab gapiryapsan? Chunki men seni muxlisingman. Sivit, sen men bilan borishing kerak.
Men bu yerda ancha yildan beri yashayman. Bu yerdan chiqish yo'li bormi yo'qmi buni bilmayman ham. Sen mana bularni ol, mendan ko'ra senga ko'proq kerak bo'ladi. Sizlar menga e'tibor bermanglar, chunki men bu yerda yo'qman. Men shunchaki sizlarning tasavvuringizda ko'rinyapman. Sen uni tanirmiding? Yo'q, men shunchaki bu qariyaga yordam bermoqchi edim. Mayli, e'tibor berma, shunchaki meni ortimdan yur. Chunki bu yer juda ham xavfli. Tushunmadim, men bu yerdan kirmagan edim-ku. Mana ko'ryapsanmi, bu yer juda ham xavfli. Xonalari umuman tushunarsiz. Sivit, men seni bu yerdan zudlik bilan olib chiqib ketishim kerak. Jin ursin, men chiqish yo'lini topdim. Sizlar g'olib bo'ldim deb o'ylayapsizlarmi? Meni bu yerdan shunchaki chiqib keta olmaysizlar. Sivit, unga e'tibor berma, zudlik bilan bu yerdan chiqishimiz kerak. Men bu uyni butunlayga yo'q qilib yuborishim kerak. Men bilmayman bu bizga qanday yordam beradi, lekin bularni butunlayga to'xtatishimiz kerak. Mana tugadi. Yillanata, sizlar hali ham obuna bo'lmadingizmi?